6 qism. Mana Ruqiyaning uyiga yana xat kirgizildi. Oysham pastkash niyatidan texi voz kechmagan edi. Xatning mazmuni mundoq. Ruqiya, sen mushundaq qo'liqingni yopirib yursam hech ish bo'lmaydi deb qaldingmi? Olim bilan Oyshamning qanchalik yiqi ekanligini bilsang eding, sen o'lib qolatding. Olim seni yaxshi ko'rmaydi, Oysham yaxshi ko'rdi. Men Oyshamning odishi bo'laman. Sen bundaq parvozsiz yurish orqali oilangni saqlab qolmoqchimi? Uxlab tushing. Olim sening xaytingni berib, Oyshamni amriga oladi. Sen ajrashishni talab qil. Bo'lmasa yaxshi kun ko'rmaysan. Ah, shiriklarim. Bu gaplar rostmidi? Deb vaqirab yig'lab, tasli qoldi ho'shdan ketgili. To'satdan eshik chekildi. Ruqiyaning qizi kirgan edi. U qiz 15 yoshga kirgan, bekmi qoidalik, adablik, onasining holiga yetadigan qiz edi. Onasining yig'laganligini ko'rib, "Ana, nima bo'ldingiz? Yig'labsiz-ku?" deb jiddilashib so'radi. "Hech yo'q, qizim. Bir odishimning opisi tugab ketibdi ekan. Shuni anglab chidayolmay yig'lab tashladim. Ansirmang ha, tatli qizim." deb bu pastkashlikni Notvan qizidan yushirdi. Chunki dadasining obrazining farzandlar oldida tushib, pasib o'rinda bo'lib qolishni asla xohlamaydi. Endi Ruqiya qanday qila? Bu ishlarni olimning yuziga salamu yoki yanada bilmasga selib o'tkazib yetami? Kashma bo'ldi. Ruqiya ballarının tamoqlarini berib bo'lib, aram elishga o'z hujurlariga chiqaribdi. Ondan yolg'iz yotoq uyda yetib, yig'isini ballarının anglab qolmasligi uchun yotqanning ichiga beshini tiqib, unsilib yig'ladi. Ola hazal 20 minutlar atrofida yig'ladi. Eshik ochildi. Cho'chib o'rnidan turib, olimni ko'rdi. "Kirdingizmi? Qursingiz qandoq? Tamoq aykiray" deyishiga olim, "Sana nima bo'ldi, xotin? Yig'labsan-ku? Bir ish bo'ldimi?" deb hayronlik bilan so'rashga boshladi. Ig'ir birini tinvetib olimga xatni berdi-da, "Buni o'qisangiz hammani bilasiz" deb ta'tir qarab o'ltirdi. Olim xatni o'qib, xuddi osmon o'rilib tushgandek qo'rqib ketdi. "Nima xat bu? Kim berdi sana bu xatni?" deb vaqirab ketdi. "Bo'sh gap qiling, ballar anglab qolsa sattirdi" dedi Ruqiya. "Tunmayman, birsi eshikni chekdi, ossam odam yo'q, eshik oldiga tashlab qo'yibdi." Nimancha pastkash haqlar bu? Bizning baxtli turmushimizga ko'zi qizirib, bizni ayirib etmoqchi bo'lganini qara. Xap, kim ekanligini bilib qolsam lekin, deb xatni purlab yerga otdi. "Bo'ldi, men sizga ishonman, biroq bu xatni o'qib butun jahon qorong'i bo'lib tuyulib ketdi" deb olimga eslib yana yig'ladi. "Bo'ldi xotin, men seni bakli yaxshi ko'raman. Balalar cho'p-cho'ng bo'lib qolganda, ondaq pishni basatlarga ishinib o'zingni azoblama. Og'rib qolasan. Mana men yiningda turmam deb. Xotirjam bo'l, men sendan mangu ayrilmayman. O'limni ayirmasa." "Og'zingizga tash, sizning umringizga mening umrimni qo'shib bersin" deb erining og'zini tutib oldi. Shunda qilib olim bu qo'rqinchli tragediyani g'albilik oxirlashtirdi, ham ko'ngli bir oz joyiga tushib aram oldi. Ichida, "Va Oysha degan paskina. Meni mush usul orqali qo'rqitib, yeniga qaytirib kelmoqchi bo'lsan-da. Uxlamay tush ko'ribsan" dedi-da, ko'zlari uyquga g'arq bo'ldi.
Tağma atdi. Olim nashtimi qilmay sahardala chiqib ketdi. Ruqiya o'zimi bilmay gumon qilib qoldi. İçi titildab bir yaqiniga telefon qildi. Yanimga keling, muhim gapim bor edi. Dedi. U qizmi tezlik keldi. Nemish, jiddiy chaqirg'udek, dedi u qiz. Olimdan ozroq gumon qilib qoldim. Menga bir ishni aniqlab bersangiz, necha yillik yiqiliqimizning yuzini qilib, dedi Ruqiya. U qiz sal ajablanib, ishkilanib turib qolib Ruqiyaga ma'qul bo'ldi. U qizning munosabat doirasi keng edi. Hamda birsini aniqlash degan ishlarga bak epi bor edi. Ruqiya bo'lgan barliq ahvollarni bir qo'r so'zlab berib, u qizning javobini kutadigan bo'lib yo'lga soldi. Olim uydan chiqibla Oyshamning uyiga kelgan edi. Kiribla Oyshamni natchini urib-etdi. Ne manchivala to'ymas bir narsa sen. Shunchalik qilg'inim yetmagandek, endi Ruqiyaning aramini buzmoqchi bo'ldingmi? Va nomussiz. Qandaq qo'rqib ketdingizmi? Shun kechichi uyqu kelmay, sahardil kapsizda. Demak, meni sig'inib chidimay keldingiz shundaqmi? Biroq Oysham tavrabni qo'ymay qaqoqlab kulib ketdi. Nomus qildigan yering buzilib qoldimi sening? Ha-a, sen bilan birga bo'lgan kundan tortib, nomus qildigan yerim-chu, buzilib qolgan qandaq? Sen demak qanjiq? Men degan kishi. Yaxshi angla. Endi meni yana parakanda qildigan bo'lsang, seni hargiz bo'sh qo'yatmayman. Anangdan tug'ilganingga pushaymon qilg'izdim. Agar chiqib ketsangiz, darazni saxayman. Sarang bo'ldingmi? Menga tahdidchilib otamsan. Men bilan aloqani uzmayman demisangiz, rostini saxayman. Deb 4-qavatdan bir putini sangiltib turdi. Ma'qul, sendan ayrilmayman. Boshda pastga tushgay. Biz aplashib qolaylik. Meni kechir. Gapingizni tursiz, ha? Rost gapimda turman. Pastga tushgay. Oysham ta'dalliq bilan ishlatgan yelisining natijasini ko'rdi. Mana olim bilan qaytadan aplashib qoldi. Bechora olim o'zi xohlamasmi amal yo'q Oyshamning changilidan qochib ketolmadi. Ular yana birga bo'lib aplashganligini xotirlashib, olim do'koniga mangdi. Olimning boshlari sangilab ketgan, ruhi tushib ketgan holda mashinasini haydab do'koniga bordi. Ruqiya razvedkaga salgan qiz olimni kuzatishni boshladi. Mana yarim kundala olimdan bilishga tegishli ishlarni bilib bo'ldi. Chunki olimga Oysham telefon qilib uyda go'sht yo'q, tamoq etolmadim, go'sht akab bering degan edi. Olim do'kondan chiqib 5 kilogram go'shtni olib, Udul Oyshamning uyiga qarab yo'l oldi. Nurbiya olimning kayniga tushdi. Oyshamning uyining 4-qavat ekanligini bildida qaytib Ruqiyaga telefon qildi. Bo'lgan ishlarni uningga aytdi. Ruqiya o'zini tutolmay yig'lashga boshladi. Bo'ldi, yig'lamay, hozir Milliy shifoxona oldidagi ko'chaning oldiga keling. Naq maydonni ko'rsiz, dedi. Ruqiya tezlik keldi. Qarasa rostila olimning mashinasi to'xtaqliq turadi. Ruqiya ko'z yoshlarini boshqara olmay qoldi. Olim Oyshamning uyidan chiqdi. Bu ko'rinishni ko'rib Ruqiya ko'zlariga ishonmay qoldi. Lekin bu haqiqat edi. Ruqiya tezlik bilan o'zini chatga oldi. Olimning ko'rib qolishdan ansirdi bo'lg'ay. Olim mashinasini haydab ketib qoldi. Mana Ruqiya bu naq maydonni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Biroq bu ishlarni bilgani uchun bakma azoblandi. Yuraklari ritmsiz so'qmoqda.
Nemishqa bu ishlarni aniqlayman deb odam qo'ygandiman. Bilmayla o'tib ketsam-chi, kashki. Voy sherigim. Bu ishlarni bilib qolishdan burun o'lib ketsam-chi. Ko'zlarim ko'rmag'im bo'lsa-chi. Ruqiya shunchalik azobli minutlarni yanala rozimanlik ham sabrchanlik bilan qabul qildi. Qabul qilmaslikqa nima amal? Ruqiya bu ishlarni aniqlab bergan Nurbiyaga rahmat, sizni bekla avor qildim. DVD u qizmi bekla azoblandi. Aniqlamasam bo'ptikan asli. Sizning talabingizni rad qila olmay qoptiman. Bek ishingizga ap ketmang. Balki ishlar biz o'ylagandek emasdi, deb tasalli berdi. Yo'q, bu ishlar undoq oddiy emas Nurbiya. U ikkisining o'g'limi bor ekan. Buni anglaganda ishonmagandim. Biroq endi ishondim. Bu ishlar reallik ekan. Bechora ayol shunchalik sadoqatmanlik bilan uy tutib endi bo'lganda erishgini xiyonat bo'lganidan bekli echindi. Endi Ruqiya qanday qila? Ajrashib ketarmi yoki erini apu qilib yetarmi? Bundaqla bo'ldi qilmayli, dedi Nurbiya. Qanday qilaman? Biror amal bormisa? dedi Ruqiya. Amaldan siz bor albatta. Ayşemning uyiga kirib, puxadan chiqich urib, put-qo'llarini sundirib, o'lajon qilib qo'yib dardingizni olayli. Yuring, dedi Nurbiya. Nima? Nim deydigansiz Nurbiya? Unda qilsam, meni uningdan nima farqim? U erimni tortib olsa, men uningdan o'chilish uchun rasullik bilan uni urib dardimni olamda? Yo'q, bunda qilishim mumkin emas. Bu mening axloqimga yot ish. Lekin men uchun shunchalik azoblanib mushundoq aql ko'rsatganingizga ko'p rahmat. Sizdan xush bo'ldim. Balkim har qanday ayolning beshiga bunday kun kelsa, siz degandek qilish mumkin. Lekin men boshqalardan axloqim, sadoqatim, apuchanligim, ayollik ruhim bilan farqlanib turishim kerak. Bo'ldi, ketaylik shirin, dedi Ruqiya. Pah, nima degan esil ayol ha bu? Olimning ko'zlari ko'r bo'lib qolmagan bo'lsa, mushundaq esil ayolga xiyonat qilmagan bo'ladi-ha. Balkim olimning qiyinchilik bo'lsa kerak.